Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Navbatdagi ishimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida bo'lyapti. Bugun ish boshladik. Kimgadir qiziq bo'lsa xizmatdamiz. Bu yerga bitta samovar eski o'rnini buzib tashalgan. Bu yerga bitta 20 litrlik qozon, 30 litrlik, 80 talik. Bu yerga рабочий stol bo'ladi. 500 ta обисовка g'ish ketyapti hozir shu joyda o'ziga. Oldi fasad tomonini tugatdik. Qolsa endi ertagadan ichki tomonini qilamiz. Bizni kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Yerda ana samovar bo'ladi. Uzoqroq qumdan oladigan bo'lsak, mana shu joyga 5 metr joyga tushyapti hozir ko'rinish.